Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, obunachilar, opa-singillar, hammalaringiz yaxshimisiz, sog' salomatmisiz? Bugun 2025-yil 25-may sanasi. Ertalab soat 7. Hozir ertalab огородga sekin tushdim. Keyin yana ozgina rolik qilgim kelib qoldi. Sizlar uchun, o'rtoqlar, qiziqqanlar uchun. Endi ko'pchilik obunachilar nimangizda, огородingizda o't yo'q, nima dorilaysizmi deyishyapti. Yo'q, men dorilamayman. Chunki dorilashdan qo'rqaman. Nima uchun desangiz, mana shu ekinlarim ham zararlanib, qurib qolishidan qo'rqaman. To'g'risida, hali biror marta dorilab ko'rmaganman. Dorilashni ham bilmayman, qo'limdan kelmaydi. Keyin bir obunachimiz yozibdilar, xafa bo'lmasangiz, keliningiz bilan yashaysizmi? Agar xohlasangiz javob bering, xohlamasangiz javob bermang deb yozishibdi. Ha, albatta, men kelinim bilan yashayman. Siz meni roliklarimda muntazam ravishda kuzatmas ekansiz shekilli. Menimcha, agar kuzatgan bo'lganingizda bilar edingiz, to'g'rimi? Kelinim bilan yashayman, kelinim ishga boradilar. Endi ishga ketganlaridan keyin zerikib o'tirmayman-ku, to'g'rimi? Harakat qilaman. O'zim avvali o'zimni sog'lig'im uchun, keyin mana ozgina harakat qilsam, mana shu ekinlarim chiroyli bo'ladi. Begona o'tlardan tozalayman, parvarish qilaman, kuchim yetganicha. Ha, ular ham yordam berishadi albatta. Hammasini o'zim qilmayman, lekin meni boshligim asosida birgalikda qilamiz. Ular ham yordam berishadi albatta. Endi hozir tomorqamiz juda katta ham emas, lekin kichkina ham emas, anchagina ekadigan yer maydonimiz bor. Bir kishi uchun albatta yetib ortadi bu joydagi mehnatlar. Endi qiziqib qilsangiz, mehnatni qiyinchiligi ham bilinmaydi. Kun o'tgan sari mana ekinlaringizni rivojini ko'rib xursand bo'lasiz. Qarang, mana lovyalarim yaqinda bunaqa emas edi ko'rinishi. Qarang, mana qarab, e'tibor qilib, parvarish qilgan saringiz kun o'tgan sari chiroyli bo'lib boradi, charchaganingiz ham bilinmaydi. Albatta kelinim bilan turaman, kelinim bor, nabiralarim bor, ular menga yordam berishadi. Mana pastga tushganingizdan keyin mana ekinlarni oldiga qaraysiz. Keyin begona o't yo'q hovlingizda deb yozyapsizlar juda ko'pchiliklaringiz. Albatta begona o'tlar bor, o'rtoqlar. Chunki tinmasdan qarayman, tushganim bilan begona o'tga ko'zim tushadi, o'rtoqlar. Avval begona o'tni ko'raman men. Keyin o'sha begona o'tlardan tozalayman. Mana qarang, hozir sizga ko'rsataman. Mana begona o'tlar. Mana ko'rdingizmi? Mana shular mana. Mana shular begona o'tlar, o'rtoqlar, mana. Semiz o't deyiladi-ku. Mana suv qo'yishimiz bilan tozalagan bo'lsak ham albatta yana chiqadi shu begona o'tlar, mana semiz o'tlar. Buni mana yulamiz, mana. Mana qarang. Suv qo'yganingizdan keyin tezda yulsangiz yer yumshoqligida. Yaxshi, nima deydi? Qiynalmaysiz, mana. Qiynalmasdan yulasiz, mana. Mana. Qarang, mana. Tomirlari bilan yulamiz, o'rtoqlar, mana. Qarang, juda oson chiqadi. Bunga endi ozgina sabr bilan mana yulasiz, o'rtoqlar. Mana qaraymiz, yulamiz. Mana bu joylardan ham chiqqan, mana. Ularni ham yulamiz, o'rtoqlar, mana. Qarang. Mana tozalaymiz, mana. Bular gullar, bularni qo'yib qo'yamiz, mana. Mana o'rtoqlar. Mana begona o'tlar, ana shuncha o'rtoqlar, begona o't chiqmay qo'yadi deysizmi? Albatta chiqadi. Peshma-pesh tozalanadi, o'rtoqlar, mana. Mana shular begona o't, ichida gullari ham bor. Ularni ham kerakmas joylarini olib tashlaymiz. Mana. Qarang, oson chiqadi mana, chunki tagi hozir nimada yumshoqda, shuning uchun oson chiqadi, lekin noqulaylik tomonlari ham bor.
Mana shunaqa qilib, shunday qilib, o'zimizni chevada gapirib yuboray, shunaqa qilib deb bittalari yozishibdi-da. Yana hammalari chiqib olishadi-da, o'z shevalarida gapirishadi. O'z shevamizda gapiramizda albatta. Hech kim cheklay olmaydi bizni shevamizda. Tug'ilganimizdan buyon shu shevada gapiramiz. Gapirish huquqiga egamiz o'rtoqlar. Shunaqami, dugonajonlar? Albatta gapiramizda. Hech kim taqiqlay olmaydi bu, chunki televideniye emas. YouTube kanali. Mana o'rtoqlar, ko'rdingizmi? Mana shunday qilib tez suv taraganimdan keyin o'tlardan, begona o'tlardan tozalayman o'rtoqlar. Mana ko'rdingizmi? Begona o'tlar ana shuncha. Kichkinaligi uchun sizga ko'rinmaydi. Mana bular endi gul bu astra. Buni qo'yib qo'yamiz o'rtoqlar. Agatlarning ichidan ham chiroyli bo'lib ochilib turadi. Bu gul, bu astra. Buni qo'yib qo'yamiz, keyin mana bu o'tlarni yulamiz. Mana. Ko'rdingizmi? Mana. Erinmaymiz. Begona o'tlar albatta bor-da. Keyin lavyalarga qaraymiz. Mana bunday o'sib qolganda, mana bu asosiy o'zagini bunday qilib qo'yamiz. Nima deydi? Bizda avval dalaga chiqqanimizda g'o'zalarni chikanka qilinardi. O'sha chikanka qilib qo'yamiz. O'rtoqlar. Mana begona o'tlar. Kerakmi sizga? Mana qarang, ana shuncha begona o't bor-da. Shunday qilib tozalaymiz mana. Agar o'tlarni. Mana. Ana endi mana pushtani tepa tomoniga qaraymiz mana. Mana bu joyda keraksiz o'tlar chiqqan bo'lsa, mana teshachani olamiz. Mana bular kerak emas. Chopib tashlaymiz oshiqchasini o'rtoqlar. Mana bu joyda ham o'tlar bor mana. Ko'rdingizmi? Chopamiz. Mana bu joylar toza ekan. Endi nariga qatorga o'tamiz o'rtoqlar. Bu qatorga o'tamizda qaraymiz. Mana begona o't. Mana bu kichkina, mana qo'llarim loy o'rtoqlar. Chunki hozir loyini ushladim-da. Mana bu o'tgan yilga ekilgan salviyani urug'idan chiqib, endi mana qarang, endi chiqibdi. Salviya. Bu joyga o'tgan yili kichkina mini sortidan ekkan edim. O'shani urug'idan chiqibdi endi. Mana bu joyga ham chiqibdi mana. Endi mana bu joyda mana keraksiz o'tlar bor mana. Bu nima? Salat bargi, salat. Tozalaymiz. Mana salviyani qo'yib qo'yamiz. Bu ham salviya. Endi mana bu qatorga o'tamiz. Mana lavyalarning tagiga qaraymiz. Mana bu kerak emas. Buni olib tashlaymiz. Mana buni chopamiz. Mana bu o'tni ham chopamiz o'rtoqlar. Mana bu joyda mana begona o't bor mana. Xo'sh. Mana bu joyda bu ham kerak emas, olib tashlaymiz. Bu endi astra. Buni qo'yib qo'yamiz o'rtoqlar. Mana bu joyda mana begona o't bor. Buni olamiz mana. Lavyani tagida. Mana bu joyda ham bor. Mana bularni olamiz. Mana ko'rdingizmi? Mana shundoq qilib tozalab qo'yamiz o'rtoqlar. Mana bu tomon yaxshi. Endi qiziqqanlar uchun o'rtoqlar, qiziqib so'raganlar uchun ko'rsatib qo'yay dedim-da. Mana endi qarasangiz mana bu tomon tozalandi. Endi mana bu qatorda bor mana. Bu ana kichkina hali mayda mana. Mayda. Mana kichkina. Bularni olamiz. Mana.
Shunday qilib tozalaymiz o'rtoqlar. Maydaligida olib qo'ysak, oson bo'ladi. Agar beparvo bo'lsangiz, bu o'tlar katta bo'lib, ekinlaringizni bosib ketadi o'rtoqlar. Keyin ekkan ekinlaringiz yaxshi hosil bermaydi, o'tni tagida qolib ketadi. Quyoshni to'sadi. Havoni to'sadi o'rtoqlar. Bu ekinlaringizga ham havo kerak, quyosh kerak, shaboda kerak. Mana endi toza bo'ldi o'rtoqlar. Mana endi toza. Mana toza desak bo'ladi. Mana ko'rdingizmi? Mana haligi ko'p qo'ygan astra gulimiz mana turaveradi. Shunday qilib tozalab qo'yamiz. Mana огородlarni albatta ozgina mehnat qilamiz. Mehnatsiz rohat yo'q o'rtoqlar. Mana bu loyamizni ham mana bu asosiy o'zagini bundoq qilib olib tashlaymiz. Hozir endi bu dukkaklagan nimasiga keldi. Dukkaklaydi endi bu loyalarimiz. Gullab loya soladi o'rtoqlar. Mana bu joylarga mana katarantus ekkan edik. Endi o'ziga keldi. Qarang. Juda sekin katta bo'lar ekan bu gul ham. Endi qarang. Mana bu nimamiz ichida ham o't bor. Mana o'tlar, semiz o'tlar. Qarang. Mana bularni tozalashimiz kerak. Mana bir chekkadan tomiri bilan yulib, mana shundoq qilib, mana tozalab qo'yamiz. Salqinday ertalabda tushsangiz, quyosh qizimasdan ishlarni qilib olasiz. Mana ham o'zimga nima deydi? Sog'lig'im uchun foyda, ham ekinlarimga foyda. Mana shundoq qilib o'rtoqlar, mana tozalab olamiz. Mana endi toza bo'ldi desak bo'ladi. Mana o't yo'q. Lekin u tomonida mana o'tlar bor. Mana ko'rdingizmi o'rtoqlar? Shunaqa gaplar. Shunday qilib tomorqamizni sekin boshqaramiz. So'raganlar uchun qisqachagina rolikcha o'rtoqlar. Xohlovchilar mana ko'rib nima kerak bo'lsa olinglar. Men dorilamayman, dorilashni hattoki bilmayman ham. Faqat shu qo'l mehnati yordamida qilaman. Chunki dorilasa mana bu ekinlarimga zarar beradi deb qo'rqaman, shuning uchun dorilamaganman. Hovlidagi go'zallik kanaliga xush kelibsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lganlar kuzatishda davom eting. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying, like bosib qo'ying, kommentariyalaringizni qoldiring. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.